o'zbegim go'zallari, qoshlari qalamlari. Ha? Siz ham menga o'xshab qiz bola ekan deb o'yladingiz, menga afsus, menga afsus. O'g'il bola ekan bu, astag'firullah. Tomirlarim chiqib ketyapti g'ashim chiqqanidan. O'g'il bola ekan bu. Qayga qarab ketyapti? Bu rivojlanishmi bu? Bu pastga qarab ketish. Bularni jamiyatimizga xavfli darajasi qaysi darajada bilasizlarmi? Pora olgan hokim va prokurordan xavfli deb o'ylayman. To'g'risida o'zimga baho berib ko'ring, xavfli bular. Ya'ni kelajak avlodimiz yoshlarni miyasiga qurt bo'lyapti. Jamiyatimizni yer bilan bitta qilyapti bunaqa hebbim sifatlar, hezalaklar. Bularni qo'llab-quvvatlovchi tadbirkorlar bor ekan. Bilib qo'ying, reklama berasiz, boshqa qilasiz, o'z mahsulotingizni bular orqali elga yoyapsiz. Siz bularni ko'makdoshsiz, moliyachisi hisoblanasiz. Moliyaviy qo'llab-quvvatlayapsiz. Farzandlaringiz o'z yaqinlaringizdan shunga o'xshagan hebbim, hezalak sifatlar chiqib qolsa, nimaga unaqa bo'ldikin deb o'ylanmang. Chunki siz bularni qo'llab-quvvatlayapsiz. Qaytimi bor aka, qaytimi bor har narsani. 1 milliondan ortiq kuzatuvchisi bor ekan umumiy ijtimoiy tarmoqlarda bular. Har bitta qo'ygan postlarga 100 minglab, 200 minglab like boslar ekan, tavba qildim. Shunga o'xshab, shularga o'xshaganlarga jamiyatni berib qo'yamizmi? O'z qarshiligimizni ijtimoiy tarmoq orqali bloklaylik. Bularni qarshi chiqib so'kinish foydasi yo'q bularga. O'zi xorlangani bu. Ijtimoiy tarmoq orqali aktiv bo'lmaslik uchun boykot e'lon qilib, kommentariy yozaylik bularni. Jalba tashab yo'q qilaylik, bloklab tashlaylik. Shu hakkerlar bormi, shularni yo'q qiladigan. Profil ochsa. Iltimos, bir-birimizni tushunib, bu millatni yoshlarga omonat sog'lom qoldirib ketaylik.